Assalomu alaykum, hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Bugungi xabarlarni o'qishni boshladik. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Manchester City tarkibida Angliya Premyer Ligasi, Mamlakat Kubogi, Karabao Kubogi va Yevropa Chempionlar Ligasi doirasidagi uchrashuvlarda o'z o'yin uslubi bilan muxlis va mutaxassislar e'tibori va e'tirofini qozonmoqda. Abduqodir Josep Guardiola jamoasida himoyaning o'ng qanoti va markazida ishonchli o'ynay oladigan jismonan baquvvat, kurashuvchan va o'ta tezkor futbolchi sifatida tanilib ulgurdi. Ekspertlar bugungi kunda Husanovni Yevropaning eng zo'r yosh himoyachilari qatorida tilga olmoqda. Sports.uz portali butun dunyodan futbol ishqibozlarining Abduqodir Husanovning oxirgi uchrashuvlardagi o'yinlari bo'yicha bildirgan fikr-mulohazalarini o'rganib chiqdi va ularni o'quvchilar e'tiboriga havola etishni ma'qul topdi. Infotime esa bularni o'qib beradi. Abduqodir Husanov Manchester City'dagi o'yinlari bilan barchani hayratda qoldirmoqda. 21 yoshli futbolchi Angliyaga kelganidan beri ancha o'zgardi. Uning jismoniy kuchliligi, tezligi va to'p bilan o'zini erkin tutishi Pep tizimi uchun katta aktiv. O'ng qanot himoyachisi va markaziy himoyachi bo'lib o'ynash oson emas, ammo Husanovning universalligi o'yinini o'zgartiryapti. Agar u shu formani saqlab qolsa, Yevropaning eng yuqori darajasida kuzatishga arziydigan futbolchi bo'ladi. Demak, izohlarni o'qishni boshlayman. Akil Ashik: Husanov to'p bilan ishlashni yanada yaxshilab olsa, mutlaqo zo'r o'yinchiga aylanadi. Chingirai Chizingini: Abduqodirni Ruben Dias bilan markazda birga o'ynatib ko'ringlar. U hech kimdan cho'chimaydigan va hech narsadan qo'rqmaydigan yigit. Leo Ferns: Husanov juda yaxshi himoyachi. Men ko'rayotgan yagona kamchilik to'p bilan ishlashni yaxshilash kerak. Bu ko'proq o'ynash va tajriba orqali keladi. Shunga erishsa, u oldinga hujum qilib, uzun uzatmalar ham bera oladi. Deslov: aql bovar qilmaydigan darajada o'ynayotgan Husanov hali 21 yoshda. Pep aytgandek, jamoada eng yaxshi markaziy himoyachilardan bo'ladi. Abdul Fatah Dai: Husanov qanday qilib shunchalik baland sakraydi? Viktor Hamulonga: Husanov hozirgi kunda City'dagi yagona ishonchli himoyachi. Magdi: Husanov Manchester City murakkab vaziyatda qolgan vaziyatda maydonga tushishga loyiq ekanini isbotladi. Eng qizig'i, men 1996-yildan beri Manchester United muxlisiman, lekin Husanov sabab City o'yinlarini ko'rishga, hatto ularni Uniteddan ko'ra yaxshiroq bilishga majbur bo'ldim. Isak Nefmiketton: himoya chizig'i yoshga Gvardiol, Mark Gehi, Ruben Dias, Abduqodir Husanovdan tashkil topish kerak. Sulayman Dan: Husanov klubning mudofaa vaziri. Filip Ryan: Abduqodir bizdagi eng yaxshi himoyachi. Umid qilaman, Pep Diasni o'ynatish uchun uni zaxiraga o'tkazmaydi. Leonard Fonga: menga uning o'yin uslubi yoqadi. Himoyachilar agressiv bo'lishini yaxshi ko'raman, xuddi Husanov kabi. Hunt Saib: mening eng yaxshi ko'rgan himoyachim Husanov. Irvin Andreasyan: Abduqodir afsonaga aylanadi. Ishonch bilan aytaman, u Mbappe tezligiga ham yetisha oladi. Frank D: Husanov City'dagi birinchi o'yinidayoq mening favoritimga aylangan. David Kalinge: Husanov ancha yosh va hali o'rganyapti, lekin uning jismoniy kuchiga teng keladigani yo'q. Preya Atikpa: Husanovni zo'r tayanch yarim himoyachiga aylantirish mumkin. Uning o'yinni o'qishi juda kuchli. Uni Rodri bilan juft qilib, Nico Gonzalesni oldinga surish kerak. Uning tiklanishi juda yaxshi ketyapti. Chikondi Nasiaya: Chempionlar Ligasida Husanovni o'ynatish kerak. U yerda yanada samarali bo'lishi mumkin. Agot Ayor Mobil: Pep shu to'rtlikni qo'llashi kerak. Husanov, Ruben Dias, Mark Gehi va Ait Nuri. Jack Chimkimbey: Abduqodir uchrashuvlarni Dias va Gehi bilan birga boshlash kerak. Gehi o'ng tomon himoyachisi sifatida, Dias va Husanov esa markazda o'ynasin. Richard Kusela: Abduqodir uzun uzatmalarda ham juda yaxshi. Wolverhamptonga qarshi bahsda Marmushga bergan o'sha pas ajoyib edi. Warren Patterson: o'tgan mavsumdayoq aytgandim, bu bola jahon darajasida bo'ladi. Unda hammasi bor, faqat tajriba kerak. Hozir esa u shuni olyapti, degan butun jahon Manchester City muxlislari. Ufa tibbiy qo'mitasi raisi Abror Pirriyev Liverpool Manchester City uchrashuvida Gianluigi Donnarumma bilan jiddiy ravishda to'qnashib ketgan Abduqodir Husanov xususida fikr bildirdi. Tibbiy yordam ko'rsatish uchun maydonga chiqqan jamoa shifokori Abduqodirda bosh miya chayqalishi tashxisini qo'ydi va uni zaxiraga olish zarur degan to'g'ri qarorga keldi.
Futbolchi shijoatini ko'rgan bosh murabbiy uni qo'llashga urinib ko'rdi, ammo jamoa shifokori ehtirosga berilmadi va o'z qarorida turdi. Shifokorning bu professional harakatidan eng katta foyda Abduqodirga bo'ldi. Chunki bosh miyaning yengil darajadagi chayqalishi ham jismoniy zo'riqish tufayli jiddiy oqibatlarga poydevor bo'lishi mumkinligi, shuningdek, yon atrofdagilarga bezarar ko'rinuvchi bu holat futbolchining maydonda jiddiy xatoliklarni va turli jarohatlar olish ehtimolini karralarga oshirish borasidagi ilmiy asoslarni professional shifokordan bo'lak kimsa bilmaydi va o'ylab ham ko'rmaydi. Xullas, jamoa shifokoriga respekt, deya yozdi tajribali shifokor Abror Pirjiyev. Turkiya Superligasining 21-turida Istanbul Başakşehir safarda Eyüpsporni 2-1 hisobda mag'lub etdi. Uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida jamoa bosh murabbiyi Nuri Shahin o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Biz to'liq g'alabaga haq edik. Uchrashuvni juda yaxshi o'tkazdik. Birinchi bo'limda ikkinchi golni urishimiz mumkin edi. Ammo Rizespor bilan bo'lgan o'yindan xulosa chiqarganimizni ko'rdim. Futbolchilar to'xtamay hujum qildi va raqib maydonida o'ynashga harakat qildi. Hujumda to'pni ushlash va zarbalar borasida eng yaxshi jamoa bo'ldik. Ikkinchi bo'limda esa hisob 2-0 ko'rinishga keldi. Faqat oxirgi daqiqada o'tkazib yuborilgan gol biroz afsuslantirdi, dedi Shahin. Ligadagi 8 o'yinlik mag'lubiyatsiz seriya haqida to'xtalgan murabbiy quyidagilarni aytdi. Juda yaxshi o'ynayapmiz. Menimcha bu jarayon natijasi. Ilk haftalarda g'alabalar kam bo'ldi, ammo o'yin shakllanishi uchun ishni davom ettirdik. Albatta, yanada yaxshiroq o'ynashimiz mumkin. Kutilgan darajaga yaqinlashyapmiz va bu ochkolarni qo'lga kiritishga haqlimiz. Kelasi hafta o'z maydonida Beshiktoshga qarshi o'yin haqida. Kelasi hafta juda katta va qudratli jamoalarga qarshi o'ynaymiz. Hozir ulardan 6 ochko ortda qolmoqdamiz. Biz uchun bu o'yin o'zimizni eng yuqori darajada sinab ko'radigan, qayerda ekanimizni ko'rsatib beradigan bahs bo'ladi. O'z o'yinimizni o'ynaymiz. Umid qilaman, chiroyli o'yin bo'ladi va 3 ochkoni qo'lga kiritamiz, dedi mutaxassis. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.